Hammomga o'rnatilgan ekan pechkani. Hop, tutun chiqarmasligini bitta sinab ko'ramiz. Atrofga e'tibor bermaysizlar. Yangi remont bo'layotgan hammomimiz. Mana tashqarida turgan olovni hamda qilsak yaxshi ko'rinadi shekilli. O'chiryapmiz, tutyapti, tutunni tomosha qilinglar. Tashqaridagi tutunni mana ichkariga kirib ketish jarayoni. Akalar, yevro remont bo'lgan uylarga beryapmiz. Agar pechkamiz tutun chiqarsa, pullaringizni qaytib beramiz deb. Inshaalloh uyaltirmaydi degan umiddamiz. Hop. Vodiydan kelishi 1.400.000 ga kelyapti ekan pechka. Mana olovni ichkariga tortyapti. Bizda 1.250.000 so'm zakaz berib qo'yaverasizlar.